Assalomu alaykum aka-ukalar va YouTube orqali bizni kuzatayotgan musofirdagilar, opa-singillar, hammanglar yaxshimisizlar? Xonadonlar tinchmi? Ko'ringlarchi. Xato kamchiligiga uzr so'raymiz oldindan. Mana xo'rozimiz tarozida 4,5 kilo bo'ladi. Hozir boladan yurgani uchun hozir vesi 4 kilo 200 qoldi shekilli. Bolasi sotilmaydi. Xo'rozimiz o'ta yaxshi. Hamma yo'q, o'ziniki sifat zo'r. Urishi, boshqasi. Bitta ko'zi shopirmada ko'rib qoldi. O'ta urushqoq xo'roz. Hoji akamiz o'sha mana xo'roz bolasini oldi. Yana bitta makonimiz hozir kurki bo'lib yotibdi. Shu xo'rozni. Xullas maqsad aka-ukalar shu xo'rozni sotamiz. Bu bolasi qoladi. Xo'rozni sotamiz. Kimga kerak bo'lsa O'zbekiston kodi bilan 91lik 67809 91lik 67809 kommentariyalarga qoldirib qo'yamiz, kommentariyaga nomerimiz. Xo'p, aka-ukalar, obuna bo'lmay ko'rayotganlar, obuna bo'lib qo'yamiz. Like tugmachasini ezib qo'yamiz. Birinchilardan kuzatib turasiz. Xudo xolasa bu YouTube'imizni endi ochdik. Hali hammasi zo'rlari oldinda. Mana ko'ringlar. Endi yaqin olsak YouTube'ga nodilashib ketgan, ограничение qilib qo'yadi sirasi. Agar qiziqqanlar bo'lsa, Telegram kanalimizda bor, yaqin qilib qo'yganimiz. Buni urishgan syomkalari ham bor. Aka-ukalar, xo'roz qattiq xo'roz. 4,5 kilo 4 kilo 200 yomoni bu.